Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar. Kech bo'lishiga qaramasdan videoni yozishga qaror qildim. Sababi bir o'pka sohasi bo'yidagi pulmonolog akamiz isitmani ko'payib ketganligi va uni tushirishlik uchun turli nostandart narsalarni qilayotganini aytyapti. Demak, mana 100% tabiiy Allohning ne'mati bo'lgan achchiq bodom. Shuni 4 donasini chaqib yesangiz, chaynab albatta yesangiz, isitmani tushiradi. Bosh og'rig'ini qoldiradi, tish og'rig'ini ham qoldiradi. Bu degani 100% tuzatib yuboradi degani emas. Bu shuni tong'ottirib olib, o'sha doktor yo mutaxassis oldiga yetib borgani jonda orom oldiradigan narsa. Hech qanday zarari yo'q. Shuni iltimos menga like, podpiska shart emas. Shuni yeganlar yozsin, javobini yozsin, men yedim, foydalandim desin va xalq shundan foydalansin. Meni talabim shu xolos. E'tiborlaringiz uchun rahmat.